Assalomu alaykum va rahmatulloh. O'quvchilar salomatmisizlar? Bugundan boshlab sizlar bilan Miftahul Arabiyya kitobimizni bir qismidan boshlab darslarimizni davom ettiramiz. Xo'p, bu kitoblarimiz silsilaviy kitoblar turkumiga kiradi va u ikkita qismdan iborat. Ya'ni o'qish va yozish qismi, eshitish va gapirish qismiga ikkinchi qismga bo'linadi. Demak, sizlar bilan birinchi qism, ya'ni o'qish va yozish qismidan darslarimizni davom ettiramiz. Bugun birinchi bo'lim, birinchi darsimiz bo'ladi. Bismillah, darsimizga kirishamiz. Al-Wahdatul Ula, ya'ni birinchi bo'lim. Ma'lumatu shaxsiyya, shaxsiy ma'lumotlar. Demak, muhtaviyatud dars. Muhtaviyat degani, ya'ni o'z ichiga olgan. Yahtava, yahtavi fe'lidan kelib chiqqan. Nima o'z ichiga olgan? Darsimiz o'z ichiga olgan nimalarni desa, al-qiroa, ya'ni o'qish qismidagi tullabun havlal alam. Tullabun bilamiz, bu talibunni ko'pligi. Talabalar havla atrofida, al-alam dunyo yoki olam. Ya'ni buni dunyo bo'ylab talabalar deb tarjima qilamiz. Ya'ni o'qish qismida demak shuni o'rganamiz. Al-qawaid, ya'ni ikkinchi qismida isnadul ismi ila domair. Zamirga ismni qo'shishlikni o'rganamiz. Masalan, kitabun bir ism bo'lsa, unga zamirlar qo'shamiz. Kitabi, mening kitobim, kitabaka, sening kitobing, shu kabi. Va ya un nisba, nisbat yoz haqida gaplashamiz. Bu masalan, ana min o'zbekiyun, men o'zbekman, o'zbeklikman degan. Yoki ana misriyun, men misrlikman. O'shandagi oxiridagi ya bu nisbat yozi bo'ladi. Qayerlikligimni masalan nisbat berilyapti. Va alfazul uqud, bu kelishuv so'zlari bo'ladi, shartnoma. Va uchinchisi al-kitaba, yozish qismida nimani o'rganamiz desa, istimaratu bayanatin shaxsiyatin, ya'ni shaxsiy ma'lumotlar anketasini to'ldirishni o'rganamiz. Fiqratun an shaxsiyatin mashhuratin, mashhur shaxs haqida fikr yozishni o'rganamiz. Va at-tawil marbutat val masbutat val haw, shu harflar haqida ham o'rganamiz. Demak, darsimizga kirishamiz. Al-qismul avval, birinchi qism, al-qiroatu tullabun havlal alam. Buni nima dedik? Dunyo bo'ylab talabalar dedik. Avvalan al-mufradat. Har bir darsimizda yangi lug'atlar bo'ladi. Bu lug'atlarni lug'at daftar tutib, unga yozib qo'yishligimiz kerak. Xo'p, mana lug'atlar berilgan. Laqabun, bu familiya, hivoyatun, hobbi, umurun, yosh, madinatun, shahar, jinsiyatun, millat yoki fuqarolik, lug'atun, til. Saniyan al-as'ilatu tamhidiyya, ya'ni boshlang'ich savollar degani. Bu savollarga ham og'zaki javob berishligimiz kerak. Masalan, ismi Ahmad, meni ismim Ahmad. Masmuka yoki masmuki, seni isming nima? Masmuka, bu muzakkar jinsi uchun, masmuki bu muannas uchun. Ya'ni erkak kishidan ismini so'rayotganimizda masmuka deymiz, ayol kishidan ismini so'rayotganimizda esa masmuki deymiz. Hop, ikkinchi savolimiz, ana min Suriya, men Suriyadanman. Min ayna anta yoki min ayna anti, siz qayerdansiz? Anta erkak kishiga, anti ayol kishiga. Mana bu ana min Suriyadagi o'sha ya nisbat yozi bo'ladi, ya un nisba. Hop, uchinchisi, thalithan istami' va qra, eshit va o'qi. Buni Miftahul Arabiyya boti orqali eshitib qo'yasizlar. Eshitib keyin o'qishligimiz kerak. Eshitishlikda foyda ko'p bo'ladi. Ya'ni quloqimiz ham arab jumlalariga o'rganadi va uni talaffuzi qanday bo'lishligini ham bilib olamiz shunda. Qani, unda o'qiymiz. Marhaban, ismi Munir, laqabi Hamid. Marhaba, ismim Munir, familiyam Hamid. Ana min Libiya, men Libiyadanman. Madinati Beng'ozi, shahrim Beng'ozi. Umri 18 sana, yoshim 18 da. Ana talibun fi jamiati Beng'ozi fi kulliyati tijarati. Men tijorat fakultetida Beng'ozi universitetida talabaman. Hivoyati, hobbilarim ar-rasm va soydu, rasm va ov. Atakallamu lughatal arabiyyata wal italiyya, arab tilida va italiya tilida gapiraman. Hop, keyingisi ismi Aisha,
laqabi Damir. Ismim Oysha, familiyam Damir. Ana Turkiya, men turkiyalikman. Madinati Izmir, shahrim Izmir. Umri 21 sana, yoshim 21da. Ana talibatun fi kulliyatil ulum al-islamiyyati fi jami'ati Anqara. Anqara universitetidagi islomiy ilmlar fakultetida talabaman. Hivoyati, hobbilarim at-tasvir val xattul arabiy. Hobbilarim tasvir va xattul arabiy, bu xattotlikka to'g'ri keladi. Atakallamu turkiyata val arabiyyata va qalilan min al-almaniyya. Arab, turk tillarida va ozroq almaniya tilida ham gapiraman. Xo'p, keyingisi. Ismi Abdullah, laqabi Dulayma. Ismim Abdullah, familiyam Dulayma. Ana min al-Iroq, men Iroqdanman. Madinati Bag'dod, shahrim Bag'dod. Umri 26 sana, yoshim 26da. Ana muhandisun, men muhandisman. Hivoyati, hobbilarim al-musiqa va riyodatu kuratul qadam. Hobbilarim musiqa va futbol sporti ekan. Atakallamu lughatal arabiyya val ingliziyya va qalilan min al-fransiyya. Arab tili, ingliz tili va biroz fransiya tilida ham gapiraman. Xo'p, oxirgisi. Ismi Karla, laqabi Rifars. Ismim Karla, familiyam Rifars. Umri 24 sana. Yoshim 24da. Ana min Britaniya. Men Britaniyadanman. Madinati London. Shahrim London. Jinsiyati Britaniya. Ya'ni millatiga bu jinsiyat unda lug'atda. Millatim, fuqaroligim Britaniya. Britaniya fuqarosiman demoqchida. Ana ustazatun, men ustozaman. Ana uallimul lughatal ingliziyyata. Men ingliz tilini o'rgataman. Hivoyati, hobbilarim qiroatul kutub va safar va sibaha. Qiroatul kutub, bu kitob o'qish, va safar qilish va sibaha, ya'ni suzish. Demak, biz hivarni o'qib chiqdik. Endi bu hivar bo'yicha savollar bo'ladi, shularga javob berishligimiz kerak. Robi'an, 4-si al-as'ila, savollar. Imla'il jadval allati bil ma'lumatil matluba. Talab qilingan ma'lumotlar bilan quyidagi jadvalni to'ldir. Al-ism, al-laqab, ad-dawla, al-madina, al-hivoya. Xo'p, Munir, Aisha, Abdullah, Karla. Buni o'zimiz jadvaliga to'ldirib chiqamiz. Keyingisi do ishorati sahih abil xata amamal jumalil atiya. Quyidagi jumlalar oldiga to'g'ri yoki noto'g'ri ishorasini qo'y. Xo'p, buni ham o'zimiz bajaramiz. To'g'ri bo'lsa to'g'ri belgisini qo'yamiz, xato bo'lsa xato belgisini qo'yib chiqamiz. Albatta hammasi matnga bog'liq. Matnni ko'proq o'qisak, javoblar ham tez chiqadi. Xo'p, keyingisi sil bayna a va ma yunasibuha fi b. Ya'ni b va a ni munosib bo'lganini orasini bog'la deyilyapti. Kam umru Karla? Karlaning yoshi necha deyilyapti. Jumlamizda necha kelgan bo'lsa, mana shu yerda ham bir variant bor, o'shanga bog'laymiz. Al-qismu sani al-lug'awiyya. Lug'atlar haqidagi qism bu. Avvalan al-mufradat. Sil baynal kalimati va surati allati tadullu alayha. Unga dalolat qilgan surat va kalimani orasini bog'la. Umrun, yosh. Jinsiyatun, millat. Hivoyatun, hobbi. Madinatun, shahar. Lug'atun, til. Uni bir-biriga bog'lab chiqamiz. Va shu kabi qolgan vazifalarni ham bajaramiz. Yozish qismi ham bor. Yozish qismida ham berilgan topshiriqlarni bajarishimiz kerak. Bu inshaalloh bu bitta darsimiz bo'ladi. Har bitta darsimizning oxirida mana shu qism bo'ladi. Insahil ibaratul atiya bi xattin jamilin. Chiroyli xat bilan quyidagi iborani yoz bo'ladi, ko'chir bo'ladi. Shunda birinchi bitta darsimiz tugagan bo'ladi. Ya'ni Bismillahirrohmanirrohim. Va keyin ikkinchi darsga o'tib ketiladi. Hop, vazifalar shu inshaalloh.